Rasmga qarab ot izdemek. Voh, ot mezi bakayvat Voyjon, bu nedimi ot bo'lsin? Sana deb qo'yay, bu degan jo eshak. Meningcha u cho'qim otning tuqquni. Otga bak o'xshaydi ekan. Hey, o'xshaydi ekan debla, uni ot deysan qandoq bo'ladi? Bakda o'tgansan. Rasmga qarab ot izlash degandek ish qilding. Ha, oxirgi gapingni tushunamadim-ku. Bu degan bir idiom. Siningda kishilarga tamsil qilingan. Bildingmi? Aminiya davrida Boli ismli bir odam o'tgan bo'lib, otni nihoyatda obdan tushunadi ekan. Shunga kishilar doim uningdan ot to'g'riliq maslahat so'raydi ekan. Men nima degan qolpes? Sirtkilarning hammasi mening cho'qing'ichillarim. Ular mening ot to'g'risidagi bilimlarimga haqiqatan qo'l qo'yadi. Shunga davomli otlarni mening yanimga akilib baholtadi. Sizlarga rost gapni qilsam, men Boliga bakla cho'qinaman. Uni burunli anglagan edim. Bir kuni u yo'ldan o'tib ketayotganda tuz besilgan harvini so'rab ketayotgan bir qeri ot uningga qarab to'xtamasdan kishnabdi. Men aslida sop nasllik tulpor edim. Bormayman degan tugmanga 7 qatim beribdi degandek. Ta'lim kosh kelib, o'ylimga yadin bu odamning qo'liga tushib qoldin. Bu aslida bir sop nasllik esil otga. Bu ishqa to'liq zoya ketdi. Men texmi ko'p kishilarning otni tushunishi uchun ko'p yil sarf qilib, to'plagan tajribalarimni yakunlab, bir kitob qilib yozib chiqay. Kitobning ismi Ot dasturi bo'lsa. Voh, oxiri biz otlar uchun kitob yozgan odam chiqdi. Bu to'liq ahamiyatli ish bo'ldi. Bu asl ismi Sunyan bo'lib, kishilar doim uni otni to'nib va tanlab berishga taklif qilg'ashqa, kishilar uni Bolo deb otishadigan bo'ldi. Men Boloning qadinas do'sti. İsmim Kinmugo. At qerisi chopmas, odam qerisi ko'mas bo'lur deydigan gap bor. Bolo, bu mahoratingizni o'g'lingizga o'rgatib qo'ysangiz bo'ladi. Buni men o'ylagan, biroq o'g'lim u Ta'lingiz koshga. Hammasi meni hamoqat deyishidi. Men ularga o'zimning hamoqat emasligimni bildirib qo'yaman. Yaxshi, hamoqat emasligingni isbotlayman desang, buni yaxshi o'rgan. Ha? Ot dasturi bo'lsa-la, esil otni cho'qim topa olayman. Men mangdib, xush xabarimni kuting. Ay, qandoq nasbasqan joy bu? Bu yerda heligo otgan bir chumudini ko'gili bo'lmasa. Voh, kaginim bekor ketmabdi. Tulparning qashqisi egiz ham to'lg'an, ko'zlaridan nur chaqnab turadi. Putlari cho'ng ham bejirim. Sen kitobda yozilgan tulparning o'lchimiga uyg'un keladigansan. Ketib otamga ko'rsatma. Mana qarang, bu mening esil tulparim. Kitobdagidan qilishmaydigandu. Sana bu tulparing chopolmaydi, ham uni menigina bo'lmaydi. Qarg'inasini. Shundoq. U hamoqat, tez qaytib kel. Qaytib kel da'votiman. So'g' tushib ketmagin yana. Kichik do'stlar, mana bu kitobga qarab tulpar izlash degan hikoya. Buningdagi tulpar deganimiz esil otni ko'rsatadi. Bu hikoya bo'lsa, rasmga qarabla ot izlashdek. Amaliyotga uyg'un bo'lmagan ahmoqona qilmishqa tamsil qilingan. Tushundinglarmi?